Ozarbayjon Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mas'ullari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda mehmon bo'lib turishdi. Delegatsiya a'zolari ayni paytda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli yagona tezkor boshqaruv markazlari va bu yerda aynan mana shu markazning faoliyati bilan yaqindan tanishmoqda va muzokaralar ketmoqda. Ozarbayjon delegatsiyasi a'zolari ayni paytda Yakkasaroy tumanida joylashgan Dilbuloq mahallasida va u yerda mahalla yettiligining faoliyati bilan yaqindan tanishmoqda. Ozarbayjon Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, politsiya general-leytenanti Kerimov Aktay Asker Oglu boshchiligidagi delegatsiyaning navbatdagi manzili Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti muvofiqlashtirish va monitoring markazi bo'ldi. Bir so'z bilan aytish mumkinki, ikki mamlakat rasmiylari o'zaro tajriba almashmoqda.